Assalomu alaykum, berni xalqim, berni texnika obunachilari. 21-mart Navro'z oyi ham bayramlaringiz bilan xalqim. Bizlar Provdada garajning yonidamiz. Shu yerda bir uqan joy bor ekan, Dastan degan do'stimizning uyine keldik. Eski atasidan qolib ketgan joyda bizni polni atvalga chiqarib tashlayapmiz do'stlar. Ish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Eski burundan qolib ketgan joy, polni paxsalarini chiqarib tashlayapmiz. Astındagi joy o'rni bilan birga olib tashlayapmiz. Astini polni atiz etib ishlab beryapmiz. Malakali shoferlar mana Beruniy texnikaga podpiska qo'yib qo'yamiz do'stlar. Yaqinda mana 10 mingga to'lyapmiz. Xudo qalasa, sovrinlarimiz bor. 10 mingga to'lgan vaqtida kimning joy o'rnini ko'tarib beramiz, kimning ishini ishlab beramiz. Xudo qalasa bir podarkisi bor do'stlar. Podpiskani ayamaymiz kanalimizning rivoji uchun. Hammaning e'tibori uchun rahmat. Video davomida ko'rib borishingiz mumkin. Bitgandan keyin atiz bo'lib, taxlangan vaqtida qo'yib beramiz, zo'r etib ishlab montajlab. Hammaning e'tibori uchun rahmat. Poddeshkani ayamaymiz.